77-seriya 51800 yana sunnatga muvofiq ozgina savdosi ham bor. Kirpichni 51800 ga yaqinda men uy ko'rganim emas. Mana shu kattagina zali bo'ladi. 77-seriya boshqa domlardan nisbatan 6 metrlik verandasi bilan farq qiladi. Tashqari taraf eshikdan kiraverish, o'ng qo'limizda garderob shkafi bor, sanuzellari alohida bo'ladi. Bu kattalar uchun yotoqxona. Hozir bu akalarimiz srochniga sotyapti. Bularni hamma narsasini yig'ishtirib ketadi. Ko'rpa to'shaklarni, qolgan hamma narsa turadi bu yerga. Ana endi bitta kuxnisini ko'rsataman. Kuxni mana bu yerga o'tirib yeydigan joy yoki kuxnini mana shu yerga qilib yoki buni bitta yotoqxona qilib bolalar uchun mana shu 6 metrlik verandasiga bemalol kuxni ham o'tirib yeydigan joy qilsa ham bo'ladi. Bu tarafni ham bitta ko'rsatasiz operator. Kladovkachasi ham bor. Kimga qiziq bo'lsa, srochniy pastga nomer qoldiraman. Aloqa chiqinglar. 77-seriya juda ham qadovi kirpichni dom. Arenterimiz Farxatskiy tamojni svetoforni oldiga shunday kelsalar ko'chari bo'yidagi dom. Alohida rakvenni ma'lum kir yuvish mashinasi turibdi. Bu yerda vanna unitasi bu tarafda. Pastdagi nomerlarga srochniy aloqa chiqaverasizlar.